Bo'shmi? Assalomu alaykum. Va alaykum Bo'sh assalom. aka, keling. Aka mana. Ovqat buyurtma qilgunizcha ichki bu narsa olib kelib turaymi? Gazsiz suv olib keling. Muz deydi. Xo'p bo'ladi aka. Aka! Hozir Aka tushuntiram. hammamiz qolib ketibdi. Buyurtmalaringizni olib kelgunimcha ketib qolibsiz. Buyurtmalaringizni bekor qilib yuboraverdingmi? Rahmat. E, O'rtoq yaxshimisan? Ha, Zafar qalaysan? Ana iPhone'ni buzolmaysanmi? iPhone'ni? Voy, hech narsa mazmun. Bo'ldi. Hozir boraman do'koningga. Bo'p, topga ur, davay. Zafar? Baxtiyor? Voy, zo'r bo'ldi sen kelib qo'yganing. Hayda bo'l. Shu joymi Zafar? Shu joy. Men qara. Sen anu ishlatilgan bo'lsa ham arzonroq iPhone olaman deb yurmading? Aytdim. iPhone'ni sotib oldim. Egasiga ham qaytarib berib bo'ldim. Nima, buzoq ekanmi? Yo'q, buzuq emas. O'g'irlangan telefon ekan. Egasi ichki ishlarga yozib yuborgan ekan. Uyimgacha topib kelishdi. Nima, qaytarib berdingmi? Nima qilaman boshqa Zafar? Egasi bo'lgandan keyin qaytarib beraman-da. Bilasan, o'g'irlangan narsa baribir yurmaydi. Pulingga kuyib qolaversan-da, ya. Bu dunyodagi kuygandirman. Lekin o'sha telefonni o'g'irlab, menga aldab sotgan odamdan u dunyoda haqqimni baribir qaytarib olaman. Baribir qaytarib olaman. Qachon topib oldingiz aka? Bugun ertalab. Xo'sh, telefon Bilol Muhdinovga tegishli. Oxirgi oylik to'lov qilgan. Bo'ldi aka, bizdan olgan ekan. Bir talabiyga to'lgan ekan. Egasiga berib qo'yamiz. Rahmat sizga. Mana shu oxirgi oylik to'loviga olib qolsangiz. Tushundim sizni. Baraka toping. Faqat bir iltimos. Bemalol. Egasi to'lovni men qilganimni bilmay qo'ya qolsin, maylimi? Xo'p bo'ladi. Xavotir olmang. Rahmat. Yaxshi odamlar hali ham bor.